Siz nimadan qattiq qo'rqasiz? Mani qo'rqadigan narsani bilasizmi? Man eshitdim, bu dunyoda opa-singillar bir-birini ko'rmas ekan. Xohlardim mana shu dunyoda opacham bilan birga baxtli yashashni xohlardim, juda ham yaxshi ko'raman. Xohlardim shu opacham bilan baxtli birga yashashni, har doim bir-birimizni hurmat qilib yashashni xohlardim, chunki u dunyoda opa-singillar bir-biri bilan ko'rishmas ekan. Bu dunyoda kimni opa-singillisi bo'lsa, ular eng yaxshi va eng baxtli insonlar.